Qarindoshlar, bugun men bir jiddiy naq maydon qilib qoldim. Indoneziya turmusidagi bir 4 balaninki hozirgi ahvoli to'g'risida bir qancha qarindoshlarimizning havolasiga asosan jiddiy naq maydon qildim. Buni yaxshi anglab boqayli. Hammamiz mush to'g'riliq bir fikr qatnashtirgan bo'lsak, yordam qo'limizni sunsak deb o'ylayman. Assalomu alaykum butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarım. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi, salomatligingizmi? Alloh salomat qilsin. 2014-yili vatandan Xitoy zulmidan qochib chiqqan 4 qarindoshimiz Malayziyaga kelib, Malayziyadan Turkiyaga minish oraliqida tutilib qolganlik Indoneziyada. Tutilib qolib bu qarindoshlarimizni 6 yil 6 oy kesyapti. Shu Indoneziya hukumati tarafından tutildi. Bu yerda tutilib 6 yil 6 oy, shu 9-oyda 9-oyning 19-kuni to'shidi vaqti. Shu qarindoshlarımızdan bir yo'lini minib bir açıqlaydigan qarindoshlarimiz bir yordam qilsanglar Alloh rizolik uchun, Allohim meni salomat qilsin. Shunaqa bir yo'li bor qarindoshlar bir bosh qarindoshlarimizni bir tinjaman bir mushayaga akilib olsak, Allohim meni salomat qilsin. Alloh hammalarni ishlarini o'ngishli qilsin. U balni 6 yil 6 oy kesildik. Shu 6 yil 6 oy kesib azroq jazo pulisi var ekanchu. Hem o jazo pulisini to'lab nima 6 oy vaqtni kechirma qilganlik ekan avvalo. Jazo pulini to'lasang kechirma qilamiz. Uni keyindan shu kim ega bo'lsa shunaqa berib qo'yishadi hamda. Shu ashundan qarta endi debdimish. 6 yil asas to'shdi. 9-oy 19'da. Allah yardımcınız olsun. Muştaq bir qarindoshimiz gapibdi. Bu balla mana ma balla shukan. Anandaki ma yaqinda yana bir ko'rishibdi. Yaqinda ma o virus mezgilida ko'rdinglar maskali holatda so'zlagan so'zlari bugun atdigan so'zlash bo'lib gap qoldiribdi. Mana shuningda bir yordam qilgan bo'lsangiz deb video ishlab. Dünyanın har qaysi yerdagi barliq Uyg'ur musulmon qarindoshlar qanday ahvolingiz yaxshimi? Sizlar ko'rib turayotgandek, bu 4 qarindoshimiz Xitoy zulmidan qochib chiqqan 2014-yili. Bu qarindoshlar Malayziyadan Indoneziyaga o'tib Turkiyaga kelish uchun manganda yo'lda tutib qolib, Indoneziya turmusida yotqilib 6 yil oldi. 6 yil 6 oy qamoq jazosi kesibgan bu qarindoshlarga. Bu qarindoshlarning rasmlari Facebook'da bor. Biz bunu Facebook'tan çıkardık. Bu qarindoshlarni tanıydigan yaqin yo'roqlarimiz bor. Bu yerda İstanbulda yaşayotgan. Bu qarindoshlarimizni hozir 9-oyning oldimizdagi 2029-oyning 21-kuni jazo muddatini to'shitgan, biroz pul jazosini qo'yayotgan. Shu Xitoylar hozir shu pul jazosini to'lab qaytarib ketamiz degan shu gap so'zlar bor. U gapni olgandan keyin bizning şu qanday ola bu qarindoshlarni Xitoy qaytarib ketami? Qaytarib ketgandan keyin nurg'un qarindoshlarimizni qaytarib ketgan bo'ldi. Hech kim gap qilmadik. Hech qanday qo'limizdan ish kelmadi. Shunga biz bu qarindoshlarimizni yana qo'limizdan ish kelmayotdi bu. Agar bir bu qarindoshlar biz Xitoyga qaytib ketmaslikka sabab bo'ladigan qarindoshlarga murojaat qilamiz. Xitoyga qaytib ketmaslikka bir sabab bo'ladigan qarindoshlar shuni bir sabab qilib Xitoyga qaytib ketishni oldini olsa, maqsad bizning qo'limizdan kelmadi. Gepim uzrab ketmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mani angladinglar? Bu bir Turkiyadagi bir qarindoshimizningki murojaati. Zumrat xonim shuni bir o'tirib qo'ygan bo'lsangiz, bular tizimlatgan chog'da suruk deb tizimlatibdi ekan. Qanday qilamiz deb
Agarda Türk deb tizimlatgan bo'lsa, nimishki Xitoy buni aktiman deydi desam, o'zim bir so'rab baqayli dedim. Ayni vaqtda Zinnatgul vaqasimi Tojik deyilib turib, Tojikiston orqali u yoqqa bu yoqqa ketgan, u yoqqa Tojikistonga qaytarilib, undan keyin Xitoy ketgan tursa, bu Türk degan bo'lsa, Turkiya ketmamdi bu vaqtgacha dedim. Andan keyin bu o'zininki murojaati ham talabi. Bugün etdigan o balla bilan kompüterdə görüşübdü, balla görüş bulub, ondan keyin məni ivetibdi. Mənə çoxum şunu bir naq meydan qılıb bir köstüb qoyğan bolsanız, qeyrindaşlarımız yardımda bolğan bolsa degəndi. Əgər də yardım qolunu sunalaydigan la bolsa qılğan bolsa, burun təşkilatlar o bolağımı şu Indoneziyada namayış olğan degəndi. Indoneziyada namayışını ot uçuruş ettirdik oxşaş bir yer bu namayışlarını cimiktirib yutib keldi go, təşkilatlar. Türkiyədəki başqa təşkilatlar bardı go. Şu vaxtda şu ballar türmədə ekan. Türmədə bar vaxtda görüşüb işni hal qılamsızlar dese, qanday qılğandыңlar? Yaxşı bir oylab baxыңlar. Arağa adamlar düşkən go. Heç qanday zuvan çıxarmağandыңlar. Əmdə qanday qılsızlar? Anadaki Saudiyadan iqameti yo'q. Yana bir yo'qlarni qaytarib akirimiz maxsus aeroplanda deb ularni torlarda tashviq etibsizlar. Mana qildigan ishinglar mana bor. Indoneziyadagi 4 balaga ega chiqish. Turkiyadagilarning palonlarining iqomati yo'q, lekin Saudiyadagilarga biz ega chiqimiz deb maxsus aeroplan evatiriga qanday ishinamsiz deb uni aslarni yezibsizlar. Men maxsus aeroplanni bir siyasi yo'llarga bir davlatning arboblariga evatsa, bir alayda bir xodimlarga evatsa tang amdi Saudiyadagi odatdagi puhralarni, Uyg'urlarni akilib maxsus aeroplan Turkiya evatib nim qildi desa, men toz bilib bo'lamidim, o'zinglar so'rab yiqinglar dedim. Mana ballar turibdi. Eliq təşkilatlar, Türkiyədəki eliq noç təşkilatlar, şu Indoneziyadakı 4 balığı bir igi çıxış etmemler. Anandikin görəyli, şu namayışıqın badınlar, namayışı axtı, köktü dep Malaysiya badınlar, Indoneziya badınlar, 4 balılar, şu Vietnam türmüsü de, Indoneziya türmüsü de, Malaysiya türmüsü, Tayland türmüsü de palan Uygur ba. Mana tötününki vaqti azlı qaptı 9-cı ayda vaqti toşuydu ekan, qaslar o deyişib əmsə iqtidarçılıq qılamlar yoki qandaq bir yol köstüslər, şunu mana şunu sundum, həqnin tələbiga asasən sundum. Rəhmət sizlərə.